Qolgan yami onatasi bozor bo'ldi mozorda ulug'lari jon talashib yo'qdi bozorda jonfurushlar bir-birini sotadi. Uxla bolam, uyqu davri, g'aflat davri bu zamon. Uyg'oqlarga g'aflat davri, g'aflat davri. Men o'ksik tug'ildim. Bir g'arib onadan, bir kosib otadan. Otam o'ldi, men sarson bo'ldim. Shu yetim deb so'kdilar meni. Ajab bunga mubtalo bo'ldim. Ko'chalarga quvdilar meni. O'sha kunlar dilimda hayot, og'ir damni unutib bo'lmas. So'ngra o'zim oldimdan qaramasdan kulib o'taman. U eski men faqat yodimda. Endi menda yashar boshqa men. Siz ongli ravishda millatchilar ta'sirida bo'lganingizni, najot Turkiy davlatlar birlashuvida deb ko'p bora ta'kidlaganingizni tan olasizmi? Yaxshi. Aksilik qulab targ'iboti bilan qachondir mashg'ulsiz. Nodavoslikka shogirdlaring, hamtovoqlaring kim ekanligini aytarsiz, Nosirov. Yolg'on, tuhmat. Tilingni yutib yubording deb o'yladim. Bu yolg'onlarni eshitgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Xalqlar otasini, uning nomini haqorat qilganingni tan olasan. Bolaga o'xshaysan. Bizda bolaliging haqida ham ayrim ma'lumotlar bor. Xalq dushmanlari seni aksilik qilobiy g'oyalari bilan ulg'aytirishgan. Bolaligim gul bog'larni ko'ra olmagan, g'arib bo'lib mungshib yurgan ko'chalarda
yildan uzun kechalarda hisobiga sig'ib asal ketolmagan. Yana tushimga kirdingmi, aya? Boraman, aya, boraman. Mehrlikdan qolib, nurli ko'zlaringga ter bilaman. Oz qoldi, aya, boraman. Usmonjon, sizmisiz? O'tgan safar ham maktabda tunab qolgan ekansiz. Uy ichidagilar tinch ish qilib, Tinch, domla, tinch. ishding. Bu yerda qolsam, siz bergan kitoblarni o'qib chiqishga ko'proq vaqtim bo'ladi. Yaxshi. Siz kitobingizni o'qing. Lekin Usmonjon, kelgusi hafta albatta uyga borib, uydagilardan xabar olib keling. Oilani maqtal qilish yaxshi emas. Albatta boraman, ustoz. Ularni juda sog'indim. Lekin eshitishimga qaraganda o'gay otangiz qattiq emish, balki shunga siz uyga borsam, faqat ayamga zulm qiladi. Bo'lmasa, ona rohati uchun, ota rizoligi uchun tinmay ishlaydi. mayli Usmonjon, siz tushkunlikka tushmang. Yaxshi kunlar haqida o'ylang. Siz axir ta'bi nazm egasisiz. Bizning Ko'zgu devoriy gazetamizda bot she'rlaringiz bosilib turibdi. Sadoyi nafis to'garagimizda esa she'rlaringiz atirgudek desak. She'rsiz hayotimning rangi o'chadi, ustoz. Bilaman, bu yuz ko'zingizda. Lekin sizni hayotingizni she'rsiz rang o'chdi. Shu o'chishiga she'r sababchi bo'lib qo'yishgan. Nega qo'rqasiz, ustoz? Mayli. Men keksaygan cholni gapiga uncha e'tibor qilmang. Bas she'r yo'lga kirgan ekansiz, demak sizga chiroyli taxallus joiz. Yo meni gapim noto'g'ri, Usmonjon? Nasabingiz qog'ozda Nosirov yozilganmi? Xuddi shu. Demak siz Usmon Nosiriy bo'lasiz. Ustoz, shu isi nimaga kerak? Usmon Nosir bo'la qolay. Zamonaviyroq bo'lsin deysizda. Ola qoling. Mendan nima ketdi? Usmon Nosir bo'la qoling. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom Mo'ydinxon. Siz ham hali maktabdan ketmadingizmi? Endi ketmoqchi bo'lib turgandim ustoz. Mayli, hayallamanglar. Tezroq uyga yetib boringlar. Ota-onalaringiz sizlardan xavotir oladi. Xo'p bo'ladi. Mayli, yaxshi bo'ling. Yaxshi qoling, ustoz. Hayır ustoz. Usmon, bugun ham maktabda qolmoqchimisan, do'stim? Ha, men shu yerda qolib kitob o'qimoqchiman. Bilasan-ku, uyda sharoit yo'q. Biznikiga yur. Bu yerda zerikib bo'larsan, Usmon. Mo'ydinjon, tinglaysanmi? Yana she'r to'qidim. Usmon, yana yangi she'r to'qidingmi? Ha, Bular kunga haqiqat qalami degan she'ring emasmi? yo'q. Kechmish kunlarim deb nomladim. Unday bo'lsa aytib ber, Usmon. Bechora otam boyda ishlar. Ish uchun har kuni oz haq oladi. 3 non,
uch jonga bir kunlik oziq. Otam oq derdi. Shu ekan deyapsiz. Ochlikdan ovqatsiz otam og'ridi. Ko'p yotolmadi. O'ldi. Uch nonsiz uch jon o'likni ko'p deydi. Otam o'lganiga 4-5 kun to'ldi. Gadolik qildi. O'zgalar qildi. Uysiz, ovqatsiz, juda qiynaldik xizmatchi bo'ldi. Hovlini sotdi. So'ng Usmon, ayangni sog'inmaysanmi do'stim? sog'inaman. Singlim Minoshni ham o'lgiday yaxshi ko'raman. Bilasan, men hali hamma she'rlarimni to'plab, ularga mehrim deb nom beraman. Men yozgan har bir satr singillarimga, onamga mehrimdan yaraladi. Ularni juda sog'indim. Lekin Usmon, biznikiga yur, birga kitob o'qiymiz. Voy bu! Yeni! Tırnakları kanı. Yana devordan beladiymi? Aksini xilopchi Nasirov Usmonning Mehrim kitobi Sovet hukumatiga qarshi qaratilgan g'oyalari bilan sug'orilgan. Bu to'plamdagi she'rlarda Tushkunlik kayfiyati yaqqol akslanib turibdi. Bunga misol qilib quyidagi parchani keltirish. Kimga yig'lab, kimdan madad kutsin bemor qul. Erk qulfdir, hayoti qulf. Bor xudolar qulf. Kosasida suv yo'q, quruq xaltasi non yo'q. Botayotgan quyosh kabi rangida qon. Qul. Erk qulfdir. Xalqning haqida yozgansan. Butun sharq yo'qsillarga yordam qo'lini cho'zayotgan hukumatimizni qoralagansan. bu parcha Nil va Rim she'rimda. U yerda tarix haqida so'z borgan. Hech qanday hukumatni qoralamaganlar. Hamon yig'lar yalang'och Rim, hamon dil ezar, hamon tilla qadaqda qon ichar sensan. Siz obrazda kimni tasvirlagansan deying. Nima bizni g'alcha qochirib qolsa tushunmaydi deb o'ylagan. Aytadigan gapimni aytib bo'lganman. Hech qanaqa buzg'unchi g'oya bo'lmagan men. Sen hali sho'ro qudratini bilmas ekansan. Sendaqa jildirroqi shoir vachchalarni qora tabbak xalqingga qo'shib 40 yil doshqozonda qaynatsa, dohiyimizni etigiga bir surtum moy bo'lmaydi. Kecha nazoratchini nima ko'rdi? Aytdim-ku, haqorat qildi. Nima bo'pti? So'kkan bilan so'kilib qoldi. Unda nega sen Stalinni so'kdi deb menga ayb qo'yapsan? Nega? Sen xalqlar otasini so'kmagansan. Uni haqorat qilgansan. Nima degani esingdami? Esimda. Men Stalinni mahallamdagi bo'yoqchi Juhudga o'xshatdim.
Atish, sen ip rizqiga tushib qoldingmi? Mana bu qovoq kallangga to'pponchani tirab, tepkini bosish uchun ana shu o'xshatishingni o'zi yetadi. Seni osonlikcha o'ldirmayman. Qiynoq azoblaridan qutqaradigan ahmoq emas. Boshiga itni kunini sol. Qo'lingdan kelganini qil. Eshityapsanmi? O'zim tutqunlikdaman, ammo ruhim ozod. Meni o'ldirishing mumkin, ammo yenga olmaysan. Bor aybini bo'yniga ilib, undan juda gumdon qilaman. Nosirov internatsional restoranini yoptirib, Zemin tarjimasidan kelgan qalam haqqiga butun xorandalarga ziyofat berayotib, rus xonimlariga shakar guftorlik qilgan, bezorilik qilgan, yarim tungacha aysh qilib, yo'qsillar jamiyatiga zid ravishda 16 mingdan ortiq pulni sovurgan. Qaysi taomlarga, qaysi o'zbekchilikka to'g'ri keladi? 16 mingga Hazar akam pulmi? Bu pulga Toshkentdan dang'illama hovli sotib olsa bo'ladi. O'tniki o'tga, suvniki suvga. Lermontovdan kelgan. Ulfatlarga ketdi. Shoirga chin qo'noq. Shoir. O'sha ulfatlaring haqida bor haqiqatni bilganingda. Sotsialistik jamiyatimizning yosh talantli shoiri do'stimiz Usmon Nosir uchun. Usmon uchun. Sen chinakam iste'dodli ekansan do'stim. Qani? Sensan mening sozim. Tilimni dayga cho'r etdi. Ko'zimga oyni berdi. Yura. Sensan ishqibozim. Senga tor keldi bu ko'krak. Sevinching toshdi qirg'oqda. Tilim charchar. Ajab goh seni tarjima qilmoqda. Itoat et. Agar sendan vatan rozi emas bo'lsa, jonim charmoqqa aylansin. Yorim mayli tamom bo'lsam. Ofarin do'stim, ofarin. Naqadar ajoyib satrlar. Usmon, Moskva safar haqida gapirib ber. Bu yerda tatar shoiri Musajjali, ulug' rus shoiri Mayakovskiy bilan ko'rishganing rostmi? Rost. Bilasizlarmi? Musoqa bilan juda ko'p suhbat qurdik. Ha, Mayakovskiy bilan o'zining galereyasida ko'rishdi. Ha, negadir kayfiyati yo'q. Bir burchakda hech kim bilan so'zlashmasdan jimgina o'tirardi. Lekin eng muhimi bu emas. Topdim. Xo'sh. Eng muhimi Moskva go'zallari. Yo'q, bu ham emas. Bilasizlarmi? Men Pushkin va Lermontovning qadam izlari bor ko'chalarda bo'ldim. Moskva ko'chalarida ularning nafasini his etdim. Eshityapsizlarmi? Ha, bu aniq. Bejizga u yerdan qaytishing bilan deb tarjimasiga kirishmadik axir. Do'stim, tarjimani sayratib yuborgansan, do'stim. O'qindiru. Hayoliy deb gunohkor yer uzilib chiqdi. Mas'ullar xayol shu on Ko'z oldidan bir o'tar. She'rni juda yaxshi o'qirkansiz.
Bu Lermontov poemasi. Bilaman. Juda yaxshi ko'raman bu asar. Xursandman. Nimadan xursandsiz? Lermontov asarini yaxshi ko'rishingizda. Men Usmon Nosirman. Sizni yaxshi taniyman. Ismim Tamara. Tamara. Shunday xatirlik bugun men kutaman ayni hamiyat. Bir marhamat, bir oning uchun qurbon senga bu abadiyat. Sho'laringda ey toza sada, ovoraman, qalbi buyukman. Qarasdagi kabi ishtaham vafodor. Inom buyukman. Malaklarning ozod o'g'liman. Seni ko'kka olib ketaman. Bu jahonga xoqon etaman. Oh! Sen kimsan? So'zlari tubsiz. Do'zax yubordimi? Yo jannat? Ne istaysan? Sen go'zalsan qiz. Gapir, kimsan? Javob ber, anglat. Men umidga go'zalbarim, ozodlik va idrok shohiman. Ey makor ruh, chekilgil bior. Parvardigor, hayhot bu ne hol? Sig'ingani yo'q menda mador. Ey hiylakor, ne kerak senga? Tingla, tingla meni xarob etasan. So'zing otash zahardir menga. Gapir, nechun meni sevasan? Nechunmi? Ey go'zalbarim, hayhot o'zim bilman. Shu qop-qora ko'zlaring malak, ham do'zaxim, ham jannatimdir. Quvg'indini etma ko'p qanot. Otash tushgan qalbini tindir. La'natli yog'dir Xudo, makonidan aynagan judo. Tabiatning quchog'i butun, muzday sovuq qoldi men uchun. Bu ahvoldan qiynaldim yomon. Vahimaga tushib shu zamon, qanotimni silkib yo'l oldim. Haykal, nechun? O'zim bilmasdan, eski do'stlar ko'zga ilmasdan unutdilar. Men yakka qoldim. Qayg'ularingga kerak menga. Bas qil dedim, bas dedim senga. Gunohkorsan. Senga huquqiz. Eshitadilar. Tanho emasmi biz? Xudoyimchi. Qara, bizni ko'rmas u. U ko'k bilan band, yerni so'rmas u. Jazolarchi, do'zax o'tichi. Tinglagimcha. Sen sazamni urmasang yerga, do'zaxda ham bo'larmiz yerga. Men malaklar ko'klarga dushman. Tabiatga yovuz tasofat. Lekin mana bor, dog'ingdaman, tuproqga oyog'ingdaman. Men keltirdim ekib boshimni, ishqning mayin ibodatini. Ey birinchi to'kkan yoshimni qabullang. Ol go'zaldir. Rahming kelsin, ahvolimga bor. Yalinaman. Tinglagin meni. Asiring. Sevaman seni. Bravo! Yaşasın Usmon Nosir! Do'stlar, qadah ko'taramiz. Qani? Lermontov uchun, Sharqning qo'shgini Usmon Nosir uchun. Judayam to'g'ri gapirding do'stim. Moskva gazetalarida Sharqda qo'shlik paydo bo'ldi. O'zbekni Lermontov deb senga judayam to'g'ri ta'rif berishyapti do'stim. Yo'q. Usmon Lermontovga ham Pushkinga ham o'xshamaydi. Uning o'xshashi yo'q. U yagona. U Usmon Nosir. Tamara temirimizni rosta gapiga sevib qolibdi shekilli-ya. Bas qilsangiz qilsin. To'g'ri aytasiz. Men shu paytgacha hech kimga taqlid qilmadim. Vaholanki, do'stlarimdan farqli o'laroq siz buni sezdingiz. Rahmat Tamara. Usmon, qo'y bu gaplarni do'stim. Tohiyimizni-chi? Tohiyimizni ham ko'rdingmi? Axir sen o'rtog'i Stalin nutq so'zlagan yig'inda bo'lgansan. Ko'rdim. Bilasizlar, u shunaqangi cho'shib nutq so'zlardiki, o'zimda butun salni o'ziga qaratib oldim. Ha, lekin har gal dohiyga qarasam, mahallamizdagi bo'yoqchi amaki bor-ku, Jaja Misha. Ana shu ko'z oldimga kelaverdi. Sen ko'p ichib qo'yding shekilli do'stim. Qani do'stlar, bu gaplarga e'tibor bermasdan kechamizni davom ettiramiz. Nega men o'zimdaman, rost gapni gapiryapman. Men borishim kerak edi. Bugun majlisimiz borlik xayoldan ko'tarilibdi. Mayli do'stlar, ko'rishguncha. Xayr do'stlar. Esim qursin. Axir bugun men ham komandirovkaga ketishim kerak edi-ku. Do'stlar, aytga buyurmaysizlar. Men ham bora qolay. Sizlar bemalol o'tiringlar. Do'stlarim qayoqqa?
Axir endi boshladik-ku. Tamara, siz ham Kechirasiz. Ketishim kerak. Bemoning taqdiri ayanchli. Men bu taqdirga havas qilmayman. ruhimda ruh. Qayg'uli tem. Mana, yana o'zing qolding-ku. La'natlangansan. Bu la'natdan seni hech kim qutqara olmaydi. Usmon! Bunday dema o'g'lim. Ona, bu yerga nega kelding? Xavotir ol. Necha kundan beri uyga bormaysan. Shu yerda ekanligingni do'stlaring aytishdi. Do'stlarim, menda do'st bormi, ona? Do'st emas ular, ig'voga. Bilaman. Sen haqingda har xil gap so'zlar, judayam xunuk gap so'zlar. Eshitdim. Ona, meni yuragi olov qilib tuqqansan. She'r yozsam, dengiz junbushga keladi. Hayqirsam, bo'ron uyg'onadi. Shundoq ekan, kimdan qo'rqay? Faqat sening oyingga bosh egaman. Yur. Uyga qaytamiz, bolam. Yo'q, ona, siz ketavering. Singillarim yolg'iz qolmasin. Ular seni judayam sog'inishgan. Birga qaytamiz. Yonimizda bo'lsang, Yo'q, borolmayman. bilaman. Hali ham yoshlikda totgan azoblaringiz zahri bor. Hammasiga men aybdorman. O kunlar uchun yolg'iz men gunohkorman. Yo'q, ona. Sen farishtasan. Qalbimdan qaynab chiqqan buloqning bunyodkorisan. Faqat o'g'ling sig'maydi-da. O'g'ling yo'l uchun yaralgan. Sening ko'zlaring esa yo'l qarab o'tish uchun. Bunchalar bo'ronni yaxshi ko'rmasang, Usmon!
Usmon, mana bu qog'ozlarga Sovet hukumatiga qarshi bo'lgan ustozlaring, shogirdlaring, hamtovoqlaring haqida borini yozib bersin. Mendan qutulasan, amon bo'lsin. Nimani yozaman? Aybim nimadaligini o'zim bilmayman-ku. Aybing bor. Aybing bo'lmasa, bu yerda o'tirarmiding? Ashaddiy dushmanlarimiz jadidlar, panturkistlar bilan rejalar tuzgansan. Nega o'ylanib qolding? Qilmishlaring bir ko'z oldingdan o'tyapti shunday. Bizni ishimizga ko'ngilli millatdoshlaring johdek yordam berishgan. Bog'cha saroy fontanini atayin buzib tarjima qilgansan. Yo'q dechi. Yana jimsan. Rost gap toshni teshadi, sevib. Senlarni, tarixingni, fe'l-atvoringni so'qin ichib yuborgan. Yolg'on, tuhmat. Pushkin men uchun ulug' shoir. Bog'cha saroy fontanini yurak to'rim bilan sevib tarjima qilganman. Nosirov xalq dushmanning buzg'unchi g'oyasini yozuvchilar uyushmasidagi yig'inida faxr bilan so'zlab beradi. Pushkin shuning uchun ham qadrliki, u dvoryan oilasidan chiqqan bo'lsa ham rus shoiri. Shuning uchun uni yubiley o'tkazadi. Navoiy Pushkin tengi bo'lsa ham uni yubiley o'tkazilmaydi. Chunki u o'zbek. Esladingmi? Kimni so'zi bu? Qaysi ustozingmi? Rizo Qorashoh. Ustozingmi? Ustozim. Javlon Rahmon degan fan turkistning uyida. Siz meni rahbarim, ustozim, qiblagohimsiz, menga yo'l ko'rsating deb qarshisida tiz cho'klaydi. Bu inson millatning asl fidoyisi. Ular haqida gapirishga haqqing yo'q. Men ulardan yurtni, millatni, Turkiston ne, turkiylar kim? Mana shuni o'rgandim. Sen ulardan millatchilikni o'rgangansiz. Kim biladi yana qancha zararli g'oyalarni yo'ygansiz. O'sha davrada bo'lganing, shu fikr egasini ustozim deganing o'zi turkist degan ayblovga to'la asos bo'la oladi. Har bir xalq o'zining taqvolari bilan faxrlanishga haqli-ku. Axir sho'ro qonunchiligida barcha millat barobar deyilgan-ku. Ko'p valdiramasdan mana bu qog'ozlarga qilmishlaringni yozib. Bo'lmasam shu bugun o'z qo'llarim bilan seni yo'q qilaman. Mayli. Yozganim bo'lsin. Mana endi o'ziga kelyapsan. Nosirov, senga rahmim keladi. Yosh boshingga shuncha qiynoqlar kerak. Mana hozir yozib berasan. Hammasi tugaydi. Hech qachon o'ylamagandimki,
Bir kun kelib shafqatga son. Odamlarning rahmini keltiradigan notamonga aylanaman. Bu yana nima? Yo'q, hali hammasi o'tgan emas. Nasimam hali hammasi o'tdi. Hali hammasi o'tgan emas. Yo'q, hali hammasi. Senga achinsamu, odam bolasi ko'rmagan qiynoqlarni solaman. Boshingga hali. Qo'lingga qog'oz qalam tutsa bas. She'r yozganing yozgan. Qo'lingni urib silkiraman. Hey! Yolga tegdi. Qo'lingdan kelgan narsa eshityapsanmi? Nimaga erishmoqchisan? Ilhomning vaqti yo'q, selday keladi. Jannatdek rahm etmay, dilni tiladi. Jismini yechib tashlasang ham, ruhimni bo'ysundira olmaysan. U she'r yozaveradi. Yozaveradi. Bunday azoblaymanki, ruhing ham jinqirab yuboradi hali. Nasima, muzlab boryapman. Suyaklarimgacha qaqshatyapti bu sovuq. Yo'q. Bo'laklanib ketsam ham bosh egish yo'q. Bu to'rt tomonimiz o'rtada nom-nishonsiz o'lib ketishni xohlamayman. Nasima, axir sen borsan-ku. Onam bor ko'zlari yo'l qarab turgan. Yo'q, hali hammasi o'tgan emas. Ko'p hali hayotda nasibam. Bu dardlar, bezarar hech gap emas. Borini ko'raman nasibam. Yo'q, hali hammasi o'tgan emas. Sizni qayerdan izlashni ham bilmayman. Men har yerdaman Nasima. Menda makon yo'q. Darbadar yurishingizni istamayman axir. Sen istaysanmi yo'qmi? Ruhimda shunday xohish bor. Unga hatto men ham qarshilik ko'rsata olmayman. Oldimda kutadir imtihon. Men og'ir janglarda bo'larman. Nasima, bu kungi rizqon, balki to'kinut bo'larman. Oldimda kutadir imtihon. Bilaman. Ruhingiz hamisha ozod. Kengliklarga sig'may talpinadi. Lekin men qo'rqaman. Sen qo'rqma Nasima. Bayram haqida eshitgansan. U tinch va osuda yurtini tashlab, Yunon yurtiga, urush olovi gurillab turgan makonga bordi. O'sha yerda halok bo'ldi. Ayrim shoir edi. Nohaqlikka chiday olmaganligi uchun ham greklarga yordam qo'lini cho'zdi. Har kimga o'z qismati yo'l boshlaydi. To'g'ri aytding. Qismat. Yurak buyurganini qilish kerak. Adolatsizlikka qarshi borib, vatan uchun barchasiga tayyor turmoq kerak. O'ylanib o'zingga qarasam, ikkita dengizdek ko'rinadi. Nasima, ichaman rost qasam, olovdek lopillab dil yonadi. Baxtliman, janglarga yarasa. Qaytaman deb qasam iching. Bir kun yoningda bo'laman deb so'z bering. Men har yerdaman Nasima. Hozir ham ko'ksingga soya solgan kipriklarimga ter bo'lyapman. Sochlaring to'lqiniga sho'ng'iyapman Nasima. His qildim. Yonimda ekanligingizni his qildim. Men sizni ko'rdim. Yana qasam ichingki, boshqa seni tashlab ketmayman deb. Ha. Gullar ham bargini qayerda asdi. Oftob ham suv ichar ufqdan pastda. Loladek qizil o't, shafaq o'chdi. Ko'z tutdi. Ko'zlarim nigoron bo'ldi. Dilbarim, zimbarim, yuzlari qirmiz. Kiprigi ko'ksiga soya solgan qiz. Sen kelding. Ko'nglimda suv kabi oqding. Sen kelding. Ruhimda yashash boshlandi. Jussangizga she'r. Vatan mehri og'irlik qilmasmikin deb qo'rqaman ba'zan. Axir Sen qo'rqma Nasima.
Agar sen yonimda bo'lsang, barchasiga tayyor bo'laman. Bular kim bo'ldi? Sen ortingga qayt Nasima. Sen ketaver. Lekin Bular yuzlarda soxta kulgu o'ynab turadigan do'stlarim. Sen ketaver Nasima. Ketaver. Ortingga qarama, ket Nasima. Ketaver. Shoiri zamon Usmon Nosir. Xalqingizni shunchalar sevasizki, hatto rus og'alarimizdan ham ularni ustun qo'yasiz. Siz atayi ulug' rus shoiri Pushkin asarlarini uzun tarjima qilgansiz. Yaxshiyam. Asar chop etilmasdan gazeta redaksiyasida yo'qolib qoldi. Tarjima men bor ekanman. Hech qachon yo'qolmaydi. Nosirov, rus tilida so'zlang. Kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi? Yo'q. Hozirgacha bilmasdim. Mana endi bilib oldim kim ekanligingizni. Rus tilida murojaat qiling deyildi sizga. Kimga? Axir qarshimda rus birodarlarimiz yo'q-ku. Sizning ham ona tilingizda so'zlayapman-ku. Mayli, bunga ham ko'z yuma turaylik. So'nggi vaqtlarda tushkunlik kayfiyati Sovet Ittifoqiga qarshi yozgan she'rlaringizni qanday o'qiysiz do'stlar? Tarbiya, adib bor bu. Har so'zi bilan ziyo tarqatmoq shart. Siz aytgan o'sha to'plamda hech qanday hukumatni qoralamasdan yoshlarni ilg'or g'oyalar sari undadim. Avloniy aytganidek, tarbiya biz uchun. Yana o'sha xalq turuqsiz jadidlarni tilga olyapsizmi? Aslida o'shalar, ya'ni o'sha jadidlar bilan hamtovoqligingizni o'zi sizni turmaga tiqishga yetadi. Siz aytgan o'sha jadidlar millatning asl fidoyilari. Ularning hammasi dushman, Nosirov. Haqiqiy dushman aslida sensan. O'ylab gapiring, Nosirov. Hali dushmanmizmi? Bizmi dushman? Mehri to'plamingizdan ishdan chiqqanda do'stlaringizni yig'ib ziyofat berayotib, dohiyimizni qandaydir bir bo'yoqchiga o'xshatganingiz dushmanlik emasmi Nosirov? O'sha ziyofatda til yog'lamalik qilganing, maqtovlar yog'dirganing esimdan chiqdimi? Men u ziyofatda bo'lmaganman. Bu gaplaringizni menga yetkazishgan. Joningni omon saqlash uchun kimlarni sotmoqchi bo'lyapsan do'stim? Meni do'stim dema. Hozir esa bu yerda qiladigan ishingiz qolmadi. Tushunmadim. Hujjat tayyor. Bugundan boshlab shoir Usmon Nosir yozuvchilar kompartiyasidan o'chirildi. Endi tushunarli bo'lgandir Nosirov. Endi bu yerda qiladigan ishingiz qolmadi. Bir parcha qog'ozda ismimni yozib turishi yoki turmasligi hech narsani hal qilmaydi. O'chirsang o'chir kushanda. Yurak qoni bilan yozgan she'rlar bor ekan. Men barhayotman. She'rim o'zing yaxshisan. Qo'qqa kirsan bunlar sharbatlar. Bir men emas, hayot shaxsan. Qonim kabi yashaysan menda. Boshqacha yo'l tutamiz. Yaqinda shoir Usmon Nosir degan yozuvchidan nom nishon qolmaydi. Sud Otunga hukm qilinsang, hammasi oson kechar. Bir marta tars etardi-yu, joni tinchir. Agar uzoq muddatga qamalsang, har kuni o'lasan. Har kuni seni qayta o'ldirishadi.
Ostiga Sibirning qahratoni. Do'stlarim bor. Ular meni yolg'izlatib qo'ymaydi. Do'st? Qanaqa do'st haqida gapiryapsan? Shularmi? Bu do'sti birodarlaring o'zi biror narsani biladi. Amir Temur, Boburchi, Navoiyni o'qiganmi? Qur'onni eshitganmi? Umrida bir marta bo'lsa ham Shajarai turkni varaqlab ko'rganmiki? Bu xalqi bir-birining ildiziga bog'da urishdan boshqasiga yaramaydi. Kim seni qamatdi? Kim seni ustingdan yozdi? Kremlda o'tirgan Stalin seni tanirdi. She'ring tugul, otingni ham eshitmagan. Seni qora ko'zlaring, jigarlaring, do'stlaring uyushtirdi-ku, hamma balo. Ustozlarim bor. Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat. Ustozlaringni suddan bir kun oldin otib tashlashgan. Keyin hukm chiqarilgan. Hey! O'ylab gapiryapsanmi? Nega otadi? Nega? Nega otadi? Ey Xudo! Sen shu qiyomatni ko'ryapsanmi? Nega vulqonlaring jim? Nega zilzila tushib? Nega? Ovoz o'chguncha qiynab soling. Men o'lganman. Ko'zim ochmasdan beshigimni tebratdi o'lim. Dunyo ko'rib ko'rmasdan unim. Chidolmadim yo'qqa qochmasdan. Men o'lganman. Ko'zim ochmasdan. To'xtang, kimsiz? Abdulhamid aka, bu yerlardan kimni qidiryapsiz? Bu muzliklarda sizlarga joy yo'q. Kimlarni qidiryapsiz, Abdulhamid aka? Kim sizni bezovta qildi, kim? Men begunoh ko'p esilgan jon. Men gulxanda yongan Turkiston. Men yovuzning shahidi, quli. Men yanchilgan ozodlik yo'li. To'xtang Abdulhamid aka. Ketmang. Qodiriy domla, kim sizni bezovta qildi? Kim jur'at etdi bunga? Kim? Uyg'ot shoir, ruhingni uyg'ot. Achin, agar fig'on bilan zor aylana olsaydi tutunga, men ko'rgan zulm, men ko'rgan azob, butun yorug' jahonni mozor qilib burkab qo'yardi tunga. To'xtang Qodiriy domla, ketmang.
turdu. İntikam dedim yugurdum. Türkistan öttü. Ragalar kabrında boş egip turdum. Mana men bu isyoning hech so'nmasi yo'q. Mana men bu qullarning so'nmas avlodi. Mana men falaklarga nomlab o't qo'yib, otalarimning boshidan poydevor qo'yib, kelajagim obidasini qurgan insonman. O'sha jonman, o'sha qonman va o'sha shonman. Shoir! Tan olaman. Iste'dodlisan. Lekin shu iste'dodingni qurbonisan. Xullas Nosirov, sen bilan shu yerda suhbatimizni tugatamiz. Sud hukmini o'qiymiz. Nosirov Usmon, Sovet hukumatining ashaddiy dushmani, aksil inqilobchi deb topilib, sud qaroriga ko'ra umrbod qamoq jazosiga hukm qilinsin. Qamoq muddati Sibirda o'tasin. Gel! Balki sen bilan yana yuzma-yuz kelamiz. Shu yerdamisan? Men ketyapman, aya. Aya! Meni tug'ib nima qilarding? Baribir zamonning, davrning jabru jafolari, sitamlari zo'r keldi-ku. Ayajonim, yolg'izim men. Menda bitta taskin, bitta tole, bitta ilinj qoldi. Seni yana bir marta ko'rsam bas. Mana shu men uchun katta baxt. Aya,